Ben bu yerda o'zimning shaxsiy tadqiqotchilik suhbatim bilan shaxsiy fikrimni o'tirib qo'ymayman. Hech kimga o'zimning fikrimni majburlamayman. 3-Cumhuriyetimizni qurishga to'sqinlik qilayotgan ichki omillar nima? O'g'irlangan diqqatimiz, bombardimon qilayotgan mustaqillik irodamiz. Uyg'urlikning igisiz inakdek xohlagancha sig'ilishiga qarab turish. Bizning qilaligimiz faqat shu Xitoyga qarshi jihad qilish. Hem maddi hem manevi jihatdan. Xitoyni titritdi bu. Bir odamning iymonini o'lchib bo'lmaydi qarindoshlar. Allah'tan ne kadar takvalı kılkalıkını bir Allah bilirdi, bir yüzü bilirdi, biz bilmeyiz. Ben doktor bulup, müşeneki çok bir avasi engineer'da doktor bulan bolsam, ben periştindeki, ben Xitay'a karşı hücum vaktinde, Xitay'a karşı direnin mücadele vaktinde, kilim bana yardım kılkalıkını ben işirim. Çünkü bu ayet, bu kanuniyet çünkü. Esselamu Aleyküm. Emanlarınki Cumhuriyet günler mübarek olsun. İki Cumhuriyetimizninki qurilishniki oldi keyinda jenini, melini, butun barliqini shu Cumhuriyetning qurilishi uchun fido qilgan aziz qahramon ajdodlarimizni chin ko'nglimdan oliy ehtirom bilan ularni xotirlayman. Uzungan kelgusi ichida bizning bu 3-qatimliq Cumhuriyetimizni, ana yurtimiz Sharq Turkistonda xotirlashni Allohdan tilayman. Men bugun so'zlamoqchi bo'lgan tema 3. Cumhuriyetimizni qurishga to'salg'i bo'layotgan ichki omillar haqida. Bu yo'g'on cho'ng bir tema. Sen nimaga 3. Cumhuriyetning eg'iz ochsa, nimaga vasini deyishinglar mumkin. Tabii bir savol. Ammo men o'zimning o'ylaganlarim bor. Temaning yo'g'on bo'lishiga qaramay, men davomli zehnimni, diqqatimni qo'yib kelgan ba'zi nuqtalar bor. Men shu nuqtalarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Kirishdan burun qisqacha eskertme. Bu yerden Amerika'dan, Amerika'daki MIT Üniversitesi'nde profesör Noam Chomsky dediğim bir profesör adam var. Bu adam şu 100 yıl içinde insaniyetke yüz vergen en katta ilim adamı. Bu adam katta tilshunos, katta siyasetşunas. Bu adam öz vaxtida yine psixologiya ilmiga nayt ko'p ta'sir qilgan adam. Bu Noam Chomsky Ninki ideyasi bilan tunishib beqishinglarni butun yoshlarga, cho'nglarga tavsiya qilaman. Bir qancha so'zlarni keyingi slaydda uchirsizlar. Bu odamniki shu hozir miyadagi askarma shu. Bir odam so'z qilsa, uniki ismining oldidagi, keyindagi unvonliga, maqomliga diqqat qilma. U nima deb urdi, eg'izidan nima gap chiqardi, uni diqqat qil deydi. Men sizlardan shuni istayman. Mendan nima gap chiqardi, bu naqadar muhim, uyg'unmi, uyg'un emasmi? Buna diqqat berishinglarni so'rayman. Men kim, siz kim? Bu yerda yana bir olim odam bor, psixologiya olimi. Bu olim odam o'zini, ya'ni biz o'zimizni qanday tunuymiz, insonlarni qanday tunuymiz, atrofimizni qanday tunuymiz degan temada tadqiq Adam Grant deydigan. Normalda Mag'arbning o'rib arzida bir so'z bor. Aqlli insonlar o'xshash o'ylaydi deydigan. Ammo bu odam deydi, aqlli insonlar o'xshash o'ylamaydi. Ammo ular farqli o'ylaydi-ki, bir-birini texmi chunqur o'ylanishga da'vat qiladi deydi. Ya'ni bir inson meni bir narsani o'ylab, men bir yerda to'xtab qoldim, bu shu mening degan vaqtda uning ishi turi degan gap. Ammo bu yerdagi aqlli insonlar bir-birini challenge qildi deydi. Birini texmi chunqur o'ylanishga, qayta o'ylanishga. Voy to'xtabdi, men munda o'ylab qoldim. Bu munda bo'lishi mumkinmi degan yerga elib bordi-ki, bu yerda bir taraqqiyot bo'ldi degan gap. Ham bu odam 2021-yili nashrdan chiqqan Qayta o'ylan, Think Again degan bir bu kitobida Mental Models dedi kitobniki 31-betida. Ben bunu Uyg'urchaga tarjima qilib qo'ydim. Biroz o'zlashtirib tarjima qildim, hozir tushundirman. Mental Models, ya'ni bizningki kishilik turmushda, oilada bo'lsin, do'st og'aynilar bo'lsin, tunish bilishlardan bo'lsin, bu aloqa munosabatda farqli rollarni olamiz. Majburmiz buni elishga. Tadqiqotchi deydi. Tadqiqotchini tadqiqot qilgan narsa nima degan vaqtda belki mening xato bo'lishi mumkin. Belki mening xato. Belki mening to'g'ri emas, belki mening xato. Belki mening xato deganlik uchun u tadqiq, ya'ni davomli izlanadi degan. Ya'ni davomli izlanadi, ya'ni tadqiq qiladi degan. Ikkinchisi tabliğchi. Buni inglizchada preacher deb olgan, bu din tarqatuvchi deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu hamda mening to'g'ri deydi. Bu tabliğchiniki ro'shan alaydiki. Shunda chunki tabliq qilish uchun meniki to'g'ri deb tabliq qilish kerak. Bo'lmasa meni xato deb u yerda nima ishi bor u so'rinda. Aybliguvchi, ya'ni prosecutor davomli sening xato deydi. Ba'zanda biz bu shunaqa rollarni elib qilamiz. O'rin degan siyosatchi.
Bizning to'g'ri, ularning xato. Siyosatchi bo'lish uchun bu kimlik muhim endi. Chunki shunda deyish uchun, shunda degan vaqtda biz siyosat o'ynay olamiz, bo'lmasa o'ynay olmaymiz. Tariqat rahbari deydi, u ingliz cult leader deb aytdi. Bu deydi, mening har doim to'g'ri. Bu mening har doim to'g'ri deyish kerak, ya'ni tariqatning rahbari. Chunki nimishqa o'zining muridlarini kontrol tutib turish uchun ularga bo'lgan o'zininki ta'sirini orttirib turish uchun. Abdur yana oxirida biroz chaqchaq qilgan tariqat rahbarini mening har doim to'g'ri deganiga bu odam mening ayolim tariqat rahbari bo'lmasimi uniga haqiqatan har zaman to'g'ri deb bu yerda biroz chaqchaq qilgan endi bu oiladagi suhbatlarda er ayollar orasidagi to'g'ri xatolik munosabati. Men bugungi bu suhbatimni bir tadqiqotchi bo'lish sifatida sizlarga sunaman. Bu mening kimligim. Sizlarning kimliginglar sizlarga savol. 3-Cumhuriyetimizni qanday quramiz? Bu cho'ng savol endi. Biz buni analiz qilamiz endi. 3-Cumhuriyet degan vaqtda besh qarsak bir samba yerda. Cumhuriyetdan oldi. 3 deydi. Mana bu yerda men nima olaman degan vaqtda, demak buni birinchisi bo'lgan, ikkinchisi bo'lgan. Bu men uchun nihoyatda yaxshi bir uchur. Demak buni birinchisi bo'ladi ekan, ikkinchisi bo'ladi ekan tarixda. Cumhuriyet. Qanday quramiz? Men endi bu yerda o'ylaymanki, bu ikki qatim Cumhuriyet qurilibdi ya. 3-qatimni qurish uchun chuqur avval uni bir ko'zdan kechirish kerak. Bu yerdan bizga bir narsa chiqamdi, chiqmamdi. Oldingi ikki qatimlik Cumhuriyetlar qanday qurilgan? Qanday ma'naviy tayyorliklar bo'lgan? Meni nihoyatda yaxshi bir uchur kitob bor endi. Bu kitobni men hammalarga tavsiya qilaman. Bu kitobni Ozarbayjon Baku universitetidagi tarix fanlari fakultetidagi professori Jamil Hassanli degan odam Harvard universitetininki mushu Sovet ittifoqininki mavjud bo'lgan muddatda O'rta Osiyo yoki butun turk irqlariga qanday tajovuzlikni qilgan mushu sohada xalqaro tanilgan katta tarixshunos olim odam. Bu odam Harvard universitetininki mushu Sovet ittifoqininki siyosatlar haqida ba'zi topshirgan vazifalarni o'rinda bu kitobni tutlab chiqqan 2021 nashrdan chiqqan kitobning ismi Şinjan'da Sovet siyaseti, Stalin ve Şarkı Türkistan'da milli hareketler. Bu kitapta acayip tafsili malumatlar var ekan. Ve bu adam 2018'tin keyin Rusya hükümeti tarafından sırtqi olimlar, tadqiqotchilar kelib foydalanishga echib etilgan arxivlar ve bu arxivlar asosan 1930-yildan 49-yilgacha bo'lgan aralıqda maxfiy birinchi nomerlik maxfiy deb saqlangan bu birinchi qo'l materiallarga bu odam erishib bu kitobni yozib chiqqan o'qisanglar hayron qildi. Asosan o'zining nafsidan, havosidan degan bir eg'iz so'z yo'q. Hammasiga citation bor, referens bor. Magatning yerida bilsiz, magatning yerida bilsiz, magatning yerida bilsiz. Bizningki tariximiz, Cumhuriyetimiz, oldingi ikki Cumhuriyet qon va jon bedeliga hozirgi dunyo sharoitida murakkab va o'zgarishchan bir dinamik chog'da qurilgan. İkkalisi. Bu olamshumul bir so'z. O kadar katta qahramon ajdodlarimiz borki, biz faxrlansak, mangu qalbimizning beshimizning ustida ko'tarsak, arzigan ajdodlarimiz bo'lgan. Qanday ma'naviy tayyorliklar bo'lgan. Bu bek muhim. Moddiy tayyorlik bir şekilde bo'ladi. Men sizning qo'lingizga super kompyuterdan 5 kun tutkizib, munda simulation, munda aqshqallar dinamiki mana mağdurib ekin desem qilolmaysiz. Çünkü sizde bir manevi hazırlık yok. Yani bir ilim yok. Qanday qilish kerak? Manevi hazırlık qilish kerak. Qanday manevi hazırlıklar bo'lgan degan vaqtda birinchi mustaqillik irodasi. Siz bitmas mustaqillik irodasi. Bu bo'lgan. İkincisi erkinlik ruhi ve mustaqillik bayrog'i ostida birsat bo'lish. Bular shu vaqtdagi uchur texnikining chekimligiga qaramay birlashgan bular. Biri Xotanda, biri Turpanda, biri Qumulda, biri G'uljida. Bugün telefon var. Assalamu alaykum va alaykum assalom. Vaqtida bir imkon yo'q qarindoshlar. Unga qaramay buni birlashadigan, yezishgan ajoyib xatlar bor. Mush kitobni topa olasiz xatlarni. Milliy manfaatning hammadan ustun tutish. Meni bek ta'sir qildig'ini Xo'janiyat Zahidiningki Cumhuriyet qurilishidan burun bütün imkonlar bilan ashuna bir Cumhuriyet qurilib qo'yib qolsa, uni qanday tutib turibmiz deb shu vaqtda ichki Mongoliyaning ichida Xitoyga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonga lider bo'lganligiga xat yozildi. Senin düşmanınma o'xshash, mening düşmanimga o'xshash, nima ishga birlashmaymiz.
Ondan keyin Angliyaniki padişahıga xat yazdı. Xatning kitobini topa olasiz. Demak, milliy manfaat uchun yani bir o'yiniki o'y tutqali bilsa, balaniki o'yiniki qanday boshqaramiz, mangdirimiz degan g'imi yo'q. Atanligi g'imi u. Men Noam Chomsky'ning yana bir so'zi bor. Nima deydi? The general population doesn't know anything deydi. Yani bu demek olan gibi ko'p qism xalq bir toplum ichida buni asosan bir narsa bilmaydi, o'ylamaydi. Bu o'ylash, uni qilish shu xalqningki sarkildining vazifasi va buni ajdodlar buni loyiqida bajarib keltirib qo'ygan. Hamda savol, bizda o ma'naviy tayyorliklar bormi? Bor. 3-Cumhuriyetimizni qurishga to'sqinlik qilayotgan ichki omillar nima? Men bu yerga temaga qaytib keldim endi. Men mushu to'g'riliq to'xtalman bugun. Bir, o'g'irlangan diqqatimiz. Naqadar astın o'g'irlik talon-taroj ushlayotganligimizni bilamlikni ko'rasizlar. Bombardiman qilayotgan mustaqillik irodamiz. To'xtamay mustaqillik irodamiz bombardiman qilib hujum qilishdi. Ikkinchi, erkinlik ruhi va mustaqillik bayrog'i ostida birsa bo'lolmaslik. Tabii meseleninki mevzu to'g'riliq o'ylanmagan vaqtda, barabar hamkorlashmagan vaqtda bilishga bo'lmaydigan gap. Hammasi bir-biriga tutashmasizlar. Uchinchisi, shaxsiy manfaatni milliy manfaatning ustida tutish. Meni chaqmagan yılan ming yil yashsin. Nima chadaqi? Chunki o'tirda bir narsa yo'q. Hammamizning ko'zini bog'lab turgan bir manfaat yo'q qarindoshlar. Uni yo'q qilib yetadiq uni. Ko'mas qilib yetadiq. O'chirib yetadiq uni. Ammo u bau. Bizni ashna kontrol qilib, ashna tutib turib bular. Uyg'urlikning egisiz inakdek xohlagancha sig'ilishiga qarab turish. Halaqa egisiz inak. Kim u egisiz inak degan? Kim dedi egisiz inak deb? Bunga kelamiz hozir. Başlashdan burun men kitobda tavsiya qilaman yana Stolen Focus deydi. Yani o'g'irlangan diqqat, fokus. Bu yozuvchi Amerikadagi o'rta boshlang'ich maktabdagi bolalarniki diqqat qilishniki bir qancha minut maksimum. Undan keyin tushib qolganligini his qilgan, ko'rgan. Undan keyin normal ishlayotganlarniki, universitet o'quvchining ishlayotganlariki bir kun ichida, bir kun 8 soat ishlasangizmi, maksimum 1 soat, 2 soatga bormaydi. Fokuslarga vaqtingiz shu. U asosan bo'sh. Nimishqa? Diqqat yo'q. Bunu bayqagan, farqli davlatlarga borgan, izlangan, nima ishi bo'layotgan, nima ish qilayotgan, ajoyib, hatto insonlarning diqqatini o'g'irlayotgan, haklayotgan, hakkerlarga uchragan, ularning o'tug'ligini izlangan bu. Kitobda tavsiya yozaman meni, kuchli tavsiya qilaman. Bu yerda diqqatimiz qanday bo'ladi? Bizningki diqqatimiz nima bo'lishi kerak deysiz? Bizning diqqatimiz nima bo'lishi kerak qarindoshlar? Bizning ichiga yiqqan narsa nima? Cumhuriyetimizni xotirlaymiz deb turdimizmi bu yerda? Nima bo'ldi o'tirdi? Cumhuriyet ketdi 2 qatim. 70 yildan keyin hiç nima qilmay yashayapmiz. Hech nima yo'q. Qilyapmiz. U qadar insoniyat tarixi dush kelsa, bu shunchaligilar shu darajada eg'ir kunlarga biz kelyapmiz. Buni hammasi shu diqqatimizni o'g'irlash, diqqatimizga hujum qilishdan bo'lib o'tadi. Ana yurtimizni Xitoyning zulmidan qutuldirish, qo'ldan ketgan jumhuriyatimizni qaytib qurib chiqish degandek temalardan bizning diqqatimiz chetlashtirilib, kuchak, hech arzimayotgan shunda arzon payishi timilga bizim diqqatimiz ashnaga kelib ketaylik. Bosh yaxshimi, Saddammi? Bosh yaxshimi, Saddammi? Xinjiang medeniyati jurnali Qurbon Barat muharrirlik qilgan vaqtda ta 89-yildan ta 99-yilgacha 2009-gacha deydi, bo'pti. Ajoyib mevali bergan bir jurnal. Uyg'urning ma'naviyatini haqiqiy turda tiklab chiqqan bir jurnal. Xinjiang medeniyati jurnaliga 2006-2007 sanada Saddamdan tutulup darg'asining ichiga kendi bo'lgan gibi. Bu maqola e'lon qilgan maqolaning mazmuni shu. Qashqardagi ma'lum bir choyxonada 2 Uyg'ur bu tema to'g'riliq talash-tartish qildi. Talash-tartish qilib, bosh yaxshimi, Saddammi deb bu yerda bosh yaxshi, demokratiya keldi. Saddam mustabid zolim. Biz yana bir qo'yib bunday Saddam Arablarni birlashtirmak istaydi. Bosh degan bunda. Şöyle ular urushib bir-birining yuz-ko'zini qon qilib, shunda rasojlik bo'lgandan keyin ayedagi amma ichiga kirib, uning orasiga kirib, uni bo'shitib, buni araydi. Bu yerda avtor nima demoqchi? Bizda ajoyib sezgir, sabit tamolamdan sezgirga biramdan keyin kelamiz. Ajoyib sezgir odamlar badi bizning aramizda. Ashna qarindoshlarimiz badi vatanda, ana yurtimizda. Bu maqola nima demoqchi degan vaqtda Xitoy gajganga desam, g'ururni dafsanda qilib qizlaringni
sharmanda qilib seni shunda qilibsa, sen nimani talashibsan sen? Nimani? Ay, yo'g'on kimini qilib qilib bu Xitoy hamon bir kuni bizga shunda ig'ir kulini ko'rsatdi. Sen shuni bilmay, ishni qiziqarli qilib men bir tirnoq ichib turib deb o'tay. Abduqodir Domillamniki Miftahul Adab, adab ochqish degan kitobi Uyg'urchaga tarjima qilinib, arabchadan xalq bilan ko'rishgan. Men u kitobni o'qigan, ajoyib ta'sir qilgan. Hatta Abduqodir Jaloliddinki 2005 Yaponiyadan yenib kelib, ana yurtimizda yashab, universitetda ashada xalqimning yanida turay, xalqimizga bir xato yerini to'g'ri ko'rsatay deb kelishgan Abduqodir Domillamniki mening xalqim menga zulm qilsa, xafa qilsa, ularni shunda so'yimlik, mening xalqim, meningki Sharq Turkiston diyorim shunda musibatdan to'lgan bo'lsa, u yana men uchun so'yimlik deb qaytib kelgan. Bu yerdagi gap shu. O kadar tartışkan zihnimizni qo'yib, kecha kunduz ustida tursak tik tura oladigan masala borki, nima to'g'riliq talash tartish qilganmiz qarindoshlar. Qanday o'g'irlabdi bizning diqqatimizni? Qanday o'g'irlabdi? Uyimizda nima bor? Ha, uyimizda nima bor? Uyimizda nima bor degan maqola mana Shinjang madaniyati jurnalininki 2005-6-da chiqqan maqola bu. Bu maqolada unda bir men bu maqola to'g'riliq azroq uchunini shu Ma'rif jamiyatininki WhatsApp guruhi bir vaqt yozgandim. Bu yerni qayta takrorlab beray. Yazgıcınınki hoşnusunki öyle kejerim keçide ölüm haberi geldi. Uzaktı. Telefonda değil ki hoşnunuzga telefon qilib olmadik. Shunda ciddi ölüm haberi var. Kelmesi bulmaydı. Bu haberni siz yetkizib qo'ysangiz. Maqolda chiqib, ishni açaydınız o kadar yo'g'on ishik. Tamdan atlab tushaydi qal'adan igiz yo'g'on tamla. O kadar vaqirab, jaqirab, ishni urib, oxiri o'yning ichiga kirolmay, qaytib ketgan gap. Qaytib ketib, yana shuni o'ylayotgan gap, uyimizda nima bor? Uyimizga kirib vaqtidagi nima bor? Bütün zemin, bütün bayliq talada tursa, uyimizga kirib vaqtidagi nima bor? Bu abdur ajoyib sezgir bir yerda bizga uchirib beribdi, qarindosh, uchirib beribdi bizga. Sen uyanga kirib, uyangda turgan muddatcha faqat uy, hammamiz uyda turgan muddatcha hech kim manfaatni, xalqning manfaatini, hech kim Sharq Turkistondagi ulug'vor g'oya nishonlarini o'ylamaydi. Hammamiz uy bilan mashg'ul bo'ladi. Va Xitoy shu shaklda bizni idora qilib, nayt yaxshi boshqardi. Ve körbatman günümüz bu şu. Mankurtluk ve Xitoy Kompartiyası'nın başka düşmanınız deyiş. Mankurt. Belki bazılarına bölüşmem mümkün mankurt kelimesininki ma'nosini. Ben bunun ma'nosini bir takrorlab o'tib ketay. Danglik Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan Qozoq yozuvchisi Muxtar Cho'qonovninki Qiyodagi ovchining ahuzari deydigan bir maqola to'plami nashr qilingan edi. Xalq nashriyat tarafidan. U qalli bo'lsa bilasizlar. Bunda bu iş gelen şu Kazak, Kırgız, Türk, Uygur bununki maneviyatida kültürde yatkan zil timili to'g'riliq suhbat qiladi. Ba'zi hukumluğa şu yönce durdu. Bunun içinde Mankurt var. Bu Mankurt degan kim o degan vaqtda Mankurt bu qadim Türk ve Moğol xalqlari urush qilgan vaqtda urushda asirga tushgan yo'g'on shunday qomatli divday turgan shunday yo'g'on odamlarni tutib bular chechini tushirib ashadli qo'ydan buni kesib Çeçin düşürgende sıvıtım akgüyle terini beçigi kaydirip jöge taşıdıgan gibi aptapka. Bira alahizet bira aygıyatken vaktinken bu çaç içi göster, bu adam nasıl göster. Bu adam ahire 3 yaşlık 4 yaşlık balığının ağladığı kep kılgan gibi. Onu mankurt deydi anladım. An bu ne? Düşmanla uğraşan çoğun işliğe, eğir işliğe. Çünkü karşılık hiç kanında bir şekilde karşı küçü yok. Asasen degende buyruğunu icra kıldı. Ama bu ne? Apısını öldürüp evet tuttu. Sınıfını. Diyen vakti apısını barutu verip apısını öldürdü bu. Öldürüp vakti apısı körep yığılap bunu tunukan degen ahu feryatla can barutu. Bu işini bilmeyi tutulmaydı. Bu bizde manevi mankurlukla o kadar eşkitiyle kırındaşlar. İçki karışımız gerek. Bu kalada bir öküzde besiret yok. Mankurt. Bıçağını götürüp ki boğazını tenyesiniz bilmedi demiş kılışını. Xitoy Kompartiyası'nın başka düşmanınızdaş. Bu timine ben değişim gerek kapılmalı ama hiç kim demedi ya değilmedi. Diyen boşuma yanının içinde onu bunu deyip ötüp gitti ama ben bunu değişim gerek karındaşlar. Biz kanımızdan bir yere almasak olmayı temdi. Bu Xitoy biz uxlab yatqa vaqtda bu çukunu qisqanday qisib elib bizni daha da 78-yildan tak 2009-yilgacha bu Uyg'ur bu Uyg'ur degan nima o'ylaydi bu? Bu nima istaydi? Bu nima yeydi? Nima ichidi? Nada dedi? Nada qopidi? Nima yaxshi ko'rdi? Nimani o'sh ko'rdi? Bizni butunlay ichimizga kirib tarab chiqadi bizni. Bütün zihnimizni, dinimizni hatta. Necha olim odamlarni qo'yaqliq. Sen ma'ni tadqiq qil, manchildan keyin bizga rapor ber. Shuna qilgandan keyin 97-yili Qozog'istonda harakatlanish bo'lib, u yerga ondan o o'zininki shu tadqiqot natijalarini o'ynasini ayada
dastlabki bosqichdan ishilgan gap. Bu düşman yanımızda, kendimizde bıçakla tıkıp durup bizni azarlatırlık. Ama biz qandaycha bir şekilde bizim zihniyetimizde o kadar oynaqlıq ki, bizim bu düşman Xitayni görəlmək, Afganistan'daki taqdim, Suriye'den biz düşman izlep tutuq. Farklı qarışıqlar bo'lishi mumkin. Men çünkü tədqiqatçıyım, men deb o'tib ketdim. Meni xato bo'lishi mumkin. Farklı qarashni qubluqimiz, tartishimiz, biz deyish olmayotgan, hal qilmayotgan hech qanday masala yo'q. Ki içimizden mantiqsiz bir narsa qo'shib olmay, mantiq bilan fikrlashimiz deb qo'ysangiz biz fikrlashimiz. Ama Xitoy buni qildi. Hatta Suriye'de Uygurlar bir-biriga tapanchaning uchini qaratdi. Bundan xabarimiz var. Cho'ng jamoat, kichik jamoat deb bo'lindi. Numus qilmamiz, o'ylab beqinglar. Numus qilmamiz. Bizning dushmanimiz dunyoda oxirida faqat mush bir Xitoy. Xitoydan ortiq dushmanimiz yo'q. Uningga diqqatimiz yo'q, zihnimiz yo'q, kuchimiz yo'q. Biz mushunga diqqat qilsak, Xitoydan iborat bir dushmanga diqqat qilsak, biz uni yaxshi tushunamiz chunki. 3-chi Cumhuriyetimizni qurishimiz uzoq emas qarindoshlar. Biz buni qilamiz. Sizlar mayada Yevropada doktorlik o'qigan vaqtda nima ish qildi bilamsiz? Nima bo'lib kelib oldimizga? Hech kim insoniyat tarixida hech qanday bir shaklda hal bo'lmayotgan qarang'u nuqtali kelib oldimizga. Buniga bir yo'riq tushira olamsa deb. Bu nima masala? Avval nima ish qilamiz? Butun kuchimizdan shu masalani tunaymiz. Bu masala nima masala? Undan keyin hal qilish yo'li o'tgan gap. Parchalaymiz masalani. Butun parchalarga kuchimizcha parchalaymiz masalani. Birdan tutib indirimiz. Ana oxirida hammasi cho'ziladi. Bir natija o'tirg'i chiqadi. Xitoy kompartiyasiga qarshi jihadni burmalash va uni jihad shaklida ko'rsatish. Eliqi jihad ya, eliqi jihad. Har bir qadamda, har bir tingan tiniqda bizningki oldi keyni buni qattiq diqqat qilish kerak. Chunki suiqasd bek ig'ir va faqat biz boshqasini bilmaymiz, qila olmaymiz. Ustimizga ajdodimizdan, shu nimaninki Xo'janazodning o'ltirishdan burun bizga qoldirgan vasiyatlari borki. Men degan alaqa kitobni o'qisanglar chiqadi shunda. Bizning qilaligimiz faqat shu Xitoyga qarshi jihad qilish. Hem maddi hem manevi cihetten. Xitoyni titirtdi bu. Aslında dikkat etmemiz gerek qardaşlar. Başqasiga diqqatimizni berolmaymiz. İmkansız o. Men o'xshash vaqtda Suriyaga, Falastinga ko'nglimni berolmayman. Men o'xshash vaqtda buningga avval o'zimizni ko'rishimiz kerak, avval o'zimizni tushunishimiz kerak. Eng aqlli inson o'ziniki limitation, o'ziniki nima ish qilib, nima ish qilmayotganini bilgan inson. Hech qaysi biz tashkilotdan kelgan inson emas. Bizniki limitimiz bor qarindoshlar. Bizning diqqat qilish limitimiz bor. Boshqasiga o'tolmaymiz. Qanday qarab qanday qilib bizning diqqatimizni o'g'rildi, bizni qaysi yoqqa akib qo'ydi. Bugun nima tartishib yurimiz atiganda, nimada? Ma'rif jamiyatiga, ya'ni Gollandiya jamoatining tubida nima tartishib yurimiz qarindosh? O'ylanglar. Cho'ta Xitoy ishini tiqildab. Qur'onmi, hadismi? Tetiqsiz. Indigenous mi, emasmi? Uyg'uristonmi, Sharq Turkistonmi? Mushunda o'g'irlaydi, ha? Mushunda men shu yerda demoqchimanki, sizlarmi danglar qarindoshlar? Mushunda chupirandi timlarni olib chiqib zihnimizda mashg'ul qilganlig'a danglarki, Baxsın nima? Sen kim? Bunu ahmoqlikdan qilib o'tamsan yoki bilib turib qilib o'tamsan? Ahmoqlik qilgan bo'lsang qilma endi. Buni boshqa shaklda qil. Men gapirib nima shaklda qilganligini. Maqsad qilgan bo'lsa, gap boshqa. Yana shu Noam Chomsky katta olim adam. Nima deydi bu odam? The smart way to keep people passive and obedient insonlarni passiv ve boysunu qilib tutib turishniki nayt aqlani yo'li is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion deydi. Ular tartisha oladigan temalarni bir yerga siqishdi deydi. Bir spektrumni hosil qilgan, uni boshini shuni qilsin, oxiri shuni qilsin, uni chiqmasin deydi. Boshini o'qishi Qur'on va hadismi dindan keldi, oxiri Uyg'uristonmi, Sharq Turkistonmi miyadan chiqdi, millatdan chiqdi. Buni teshib chiqmasin deydi. Demak yo'q, bu shuni ichilib ketqasin, teshib chiqmasin, Sharq Turkistonni qanday ozod qilamiz? Xitoyning ojiz nuqtasi qaysi? Xitoyning dushmani kim o? Xitoyning dushmanidan qanday collaboration hamkorlasha olamiz? Bundan timdan hayotda o'ylamasin deydi. Nima deydi keyin yana? But allow very lively debate within the spectrum. Shu spektrum ichida qolib qolsinki, uning ichida jon bir-birini etib o'ltirishga kerak darajada bir-bilan bas munozara qilsin deydi. Biz shuni qilamiz ya, hozir. Biz shuni qilamiz qarindosh. Nima qilishimiz kerak? Biz shunday isil odamninki avlodi Uyg'urligidan u qadar faxrlanamiki, shu Uyg'ur degan ismni mana Amerikada chiqqan xalqaradagi eng dangli nupuzli jurnalga men chigizdim o'zim. Bunida men faxrlanaman, buni men qildim, men desam bo'ladi buni. Bunida men o'zimni cho'ng tutib olgan, o'qigan ishim yo'q. Men boshlamchi bo'lib olgan bo'lay sizga. Men namoyishimni shu shaklda qildim. Diqqatimizning o'g'rilishiga qarab turmasligimiz kerak. U chuqur izchil holda ana yurtimizning mustaqilligiga markazlashi kerak.
Mustaqillik irodamiz har xil usullar bilan bombardimon qilinib o'tadi. Halbuki mustaqillik bizning haqqimiz, bu bizning haqqimiz. Mustaqillik bizning haqqimiz. Chunki birinchi qadamdan ikkinchi qadamda jumhuriyatimiz bo'lgan. Shu jumhuriyatlar hozir ko'rasizlarmi? Mustaqillik irodasi bilan qurilgan jumhuriyatlar shu. Bu qurilgan jumhuriyat emas. Nurg'un şehitlik berilgan. Netlik şehitlininki o'lganlarning soni Ahmad degan kitobda chiqdi. Yezg'iliq ashni qash odam. Nima qildi endi bizning irodamizni ojizlashtirdi. Qanday ojizlashtirdi? Maddiy o'lcham degan nima cho'ng kichik o'lchigi bo'lgan narsa. Bir odamning iymonini o'lchigi bo'lmaydi qarindoshlar. Allohga ne qadar taqvolik qilganligini bir Alloh biladi, bir o'zi biladi, biz bilmaymiz. O'lchigi bo'lmaydi, unda bir matematik bir narsa yo'q. Ammo maddiy o'lcham bilan o'lchigi bo'ldi. Cho'ng kichik, azjiq, bu narsani bizni qo'rqitdi. O'ylaydi ashni biz qo'rqamiz. Ammo biz tarixda azning nayt ko'p qism bilan Türk İslam tarixida azning ko'pning ustidan kulman qatam g'alib kelganini ko'rdik. Chunki nimishqa az bo'lsa, ularga kelgan yordam bor, ma'naviy jihatdan. Nima deydi? Xotiranglar oyatni. Dunyoda iymon etgan yaxshi amallarni qilganlarga farishtalar nozil bo'lib, qo'rqmanglar. Biz bu dunyoda va oxiratda ajoyib oyat ya. Biz bu dunyoda deydi, bu dunyoda jumla farishtalar kelib bizga yordam qiladi. Jumriyatni qurganlarga yordam qilgan shuni keladi. Men bunga ishonaman. Men doktor bo'lib, müşeneki çok bir avasi engineer'da doktor bo'lgan bo'lsam, men farishtalarniki men Xitoyga qarshi hujum qilgan vaqtimda, Xitoyga qarshi dinni mujodala qilgan vaqtimda kelib menga yordam qildi, men ishonaman. Chunki bu oyat, bu qonuniyat chunki. Qonuniyat deganimiz qarindoshlar, zaman makondan o'zgarmay qolgan bir narsa. Biz toshni tashsak, tushdi yaga. Mariq chiqsingizmi, ayga chiqsingizmi, tushdi yaga. Tash kuch o'yini hammasi tushdi. Bu qonuniyat. Zaman makonga qarab o'zgarmaydi. Allohning oyatlarimiz shu qonuniyat. Bizning fitratimizga ko'mgan, qalbimizga ko'mgan, insonlarning ma'naviyatiga ko'mgan qonuniyatlar Qur'onda butun hammasi qonuniyat. Nima bilan mustaqil bo'lsa deydi. Arablarning bormi, u bormi, bu bormi. Bizning ajdodimiz ikki jumhuriyatni qurganlar tashqillatdan kelmagan ya. U bir superman emas ya. Uni qanday qurgan bo'lsa, biz shunday quramiz. Shu zamonninki u qadar qiyin, jafoliq sharoitiga qaramay, hozir bir narsa qutuchib ketib qolgan. Bu kadar dinamika bek o'zgarishchan. Hozir bir narsa qilsa tushib ketib qolgan. Ruslarniki Sharq Turkistonning mustaqillikka olgan qarorlari qalsanlar 100 qatim, har 100 qatim, 1000 qatim yoqdiga. Nimishqa? Chunki manfaat uchun bir anda deyishdi hamma narsa. Siz mishada yuqori cho'ng shirkatda ishlayotgan qarindoshlaringiz bo'lsa, bilasizki, bu shirkat normalda men vaqtda qilgan bilan ichida u qadar jang bor, u qadar jangga bor. Professorlar talash tortish. Hamma bilmaydi-da turdi. Shirkatning patroni bilan uning orasidagi talash tortish. U qadar jang. Biz ishdan kelganligini o'ylaydi. Men aytqanda qilsam bo'lar shunda. Hech kim xotirjam yashamaydi. U qadar bir dinamik. Ammo miyadagi ahvol unutib o'tib ketaylik. Mustaqillik xalqaro atmosferaga uyg'un kelmaydi ekan. Avtonomiya deyli, yoq inson haqlari deyli. Bumi bizniki mustaqillik irodamizga bo'lgan hujum. Nima qildi Xitoy? O'zining ichidan odam tarbiyalaydi, odam tarbiyalab Mehmet Axunni dunyo Uyg'ur qurultiyiga qo'ydi. Samat Axunni Sharq Turkiston surgun hukumatiga qo'ydi. Nima qildi undan keyin Mehmet Axun bilan Samat Axunniki u yerda kuchlab xalqning e'tiborini elib, u yerda muhim o'rinlarga joylashishiga yordam qildi. Oqibatda nima bo'ldi? Mehmet Axun Samat Axunning bo'ynini tortib turgandan keyin bizning butun diasporadagi harakatimizni kontrol qilib turgan gap. Mehmet Axun Samat Axunni kontrol qildi. Undan keyin bu Mehmet Axun Samat Axunni nima deydi? Mustaqillik demayli. U nima ekan? U mening nima ishim? Mening haqqim bu chunki Allah beni hür yarattı, hür yaşayayım. Bu benim hakkım. İşki cumhuriyetini kurganla ecdadım kurgan. Hüccetleri var mı? Hüccetleri var. Ondan sonra bu benim hakkım. Eşin yaşayış benim hakkım. Sizin bu diyen gibiniz oylan ki bizim müstakillik irademizde boğan bir hücum. Ha yeni birisi. Bu katlık adamın içindirdi. Uygurlar Allah'ın lanetini uçurgan. Uygurlar Allah'tan mevcudu gelmek için hiç kim kurtulduralmaydı. Bize diğerli boldu ya. Ve bu Müslümanlı insanlar bu guyla Facebook ismini demeye hazır. Facebook'ı qarasanlar bir qadam Xitoyni tillamaydi. Echine chiqydi. Bir qadam Xitoyni tillamaydi. Uyg'urni. Bir hujjat bormi qarindoshlar? Uyg'urlar Allohning la'natiga uchragan degan bir oyat bormi? Bir hadis bormi qarindoshlar? Hech nima yo'q. La'natiga uchragan bo'lsa ikki jumhuriyatni qanday qurdi? La'natga uchrab turib qurdimi? Bu Noam Chomsky'ning yana bir so'zi bor. U deydi: I don't have any option to question everything deydi. Demakchi bo'lgan gibi mening oldimga kelgan bütün uçurlarını qaytib ko'zdan kechirib, uni savol qo'yishdan boshqa yo'lim yo'q deydi.
Qubul qilma demakchi. Kaldığında bir uçurik kelgan bo'lsa, bu Qur'onning ro'yishi. Bir pastdan uçurik kelsa tasqonla deydi. Qubul qilma. Bularga Allah o'zi insof bersin, ammo bunda alamni cho'qim yedim qoldirish kerak. Boshqa ish qilolmaymiz. Buni yedim qoldirishimiz kerak. Men kelimayamdi, sen Uyg'urlarning orasidan bo'lmoqchimi deya qoldi chiqish mumkin. Biz ummoch bo'la olmaymiz qarindosh. Hammani olib kelib, sen olta, u olta. Ara buzulmusun. Ara bu yerda nima ish qoldirdi bular? Nima ish qoldirdi bular bu yerda? Hamma narsani olib kelib to'plasangiz ummoch urdi. Ama hamma narsani olib kelib, ma'lum bir qonunga septirib to'plasangiz, u yerdan bir kuch chiqadi, kuch. Undan bir ijodiyat chiqadi, bir yangilik chiqadi. Tuqqan yo'qlash uchun ana yurtga sayohat qilish. Men bu yerda o'zimning shaxsiy tadqiqotchilik instituti bilan shaxsiy fikrimni o'tirib qo'ymayman. Hech kimga o'zimning fikrimni majburlamayman. Aksicha, faqat xato o'ylab qolsangiz, deb qashimga kelsanglar, xo'shilman, sizdan o'rganmak istayman. Tuqqan yo'qlash uchun ana yurtga sayohat qilish bu bizningki mustaqillik irodamizga qilgan eng katta hujumninki birisi shu. Bu Xitoy hamda 10 yil burun Made in China deb deydik ya. Hozir Xitoyda Xitoyni o'ldirmay turgan bo'lib ketdi. Ham bizdan da chekib bakmoqchi. Qubul qilmasa, qilmamsa, meniki mustaqilligimni jenim chikasdan qubul qilmayman. Sana o'qan qisas periz menga. Ailemde neçe adam yok, urut kaldırım turmada o yetişken yeğenim ölüğümü tirgimi hiç haberim yok. Hayatta bir kıtım yaşayımız karındaşlar, bir kıtım, 10 kıtım gelmeyimiz bu hayatta. Bir kıtımlık hayatımızda yerine yeksan kıldı ya bizden yaşıklı koymadı. Eşek insanla koşuş bizden hatırcam yaşaş, bizden o veterimizi berip, anı yurtumuzı berip yaşaş, yakımız yok mu? Nimiş ki yok o. Bu dünyada adalet yakan neresi yok ki biz üzümüz tuttuğumuz ya. Onu kum kelime hazır. Bütün hücumlarga qaramay, kanımız ve canlarımız bedeliga bolsunmu, mustaqillik iradamızdan vaz kechmasligimiz kerak. Bizni maddi ölçemler bilen korkutib atkan, teatr tashviqotlari bilen zihnimizga hujum qilib atkanlarını düşman tutish ve onlara karşı mücadele qilish kerak qarindoshlar. Shuni vaqti keldi endi. Yüzüge qarab o'tirolmaymiz. Yüz meselesiga yilqi kelima to'xtalma to'g'riliq. Ko'nglar ranjimasin, u bo'lmasin, bu bo'lmasin deb qarab turolmaymiz qarindosh. Bir şey keldi bu pet. Erkinlik ruhi ve mustaqillik bayrog'i ostida birsa bo'lolmaslik. Tabii ya. Yukarıda tanınan dikkatli uğurlanışı, mustaqillik iradesininki bombardıman kılınışı bilen, biz orada nişanlı merkezleşen degendeki mustaqillik irademizni emdi yığıp durup bittik durulduğu vaxtda yeni tatip erkit vakan deken, yok bir narsa oturdu. Bir yerge kökelenmeyimiz. Hele ki uşak, çüpey, ezan, timirde tartışıp veyran bulup yürüyümüz şu. Birlik birisi bulanmazlığımızınki alayda sebeplerinin birisi bir şeyde. Yani aldığınki dikkat merkez yok. İrade aciz kitlelik, hücum uçuraqlıq. Bir yerde şundan bir hakikat var. Bu bozma bizim derdimiz bir. Bu bozma Şərq Türkistan'ın müstakilliği. Bizim düşmanımız bir. Bu bozma zalim Xitay Kompartiyası. Bu çoğun bizne hemkarlaşıqqa birisi barışqa elip beriş gerek qarindoshlar. Bunumuzun neyim bakı oturdu? Düşmanımız bir ki, bizdeki maqsadimiz bütün sebepli bir ki, nemiş ki bir yekelenmeyimiz. Birinci ve ikinci Cumhuriyetimizin kuruluşunda ecdatlarımız şu zamanın çekimlerine qaramay, milli menfaat ve mustaqillik için birleşeligen. Ben degen de bayıqı Camil Eser'nin kitabında bundan bir mezun barga qaranlar. Qumuli qo'zg'oloni 31-yildagi Qumuli qo'zg'olonidan keyin Xo'ja Niyaz o'zining batırlık ve ko'rsatgan xizmatlari bilan bu yerda islom armiyasininki ve qo'zg'olonchi qo'shinninki qo'mondonligiga ko'rsatilgan. Xo'jada muhtaram diniy o'lima Sabit Damollamninki qo'llag'uvchilari, agashchilari, Turpandagi tijoratchi Maqsud Muhiti apandining qo'llag'uvchilari ve Xotandagi 1931-yilgi gap bu. Ve Xotandagi Mehmet Emin Bug'raning qo'llag'uvchilari bu Qumuli qo'zg'oloniga ve Xo'ja Niyaz hojininki qozongan g'alabalariga ko'ngilda nihoyatda solidarite, ya'ni o'zininki uning birdakligi, qo'llayqanligi, birsaplikni bildirgan deydi. Undan keyin nima bo'ldi? O Qumuli qo'zg'oloni boshqalarga qo'zg'olonligi sebep bo'ldi. Ularga rag'bat bo'ldi. Eng avvalgi gap muhim gap menga. The primary slogan deydi. Bularninki eng baş slogani şuarı bo'lsa, Müslüman xalqniki bir republika, bir davlati bo'lsin. Biz artık bu zulümde yaşamaymayız.
degan sloganini atgan deydi. Shu shuarni to'lg'an deydi. 1931-yil. Biz kaynaga yenib ketdik hozir o'ylasak. Tabii ki bu yerdan ben degan shu zihnimizning o'g'irlanishi, irodamizning bombardimon qilishi, hujum uchirishni o'ylash kerak bu yerda. Ajdodimizga qaraganda bizniki anda aciz nuqtalarimiz bor. Demakki, ajdodimiz birlashgan, birlashmagan emas, birlashgan. Biz diqqatimizni ana yurtimizdan ozodlikqa qaratganimizda, mustaqillik irodamizdan voz kechmasaklar, biz bu ajdodimizdek birisi bo'la olmaymiz. Bo'la olmaymiz. Bir-birimizni quchoqlay olmaymiz. Ama men yana shuni demakchi, deyishim kerak. Amerikadan, Kanadadan yoki falon yerdan birisi, ben Sharq Turkistondagi mustaqillikning da'vochisi. Xitoy mening dushmanim, Xitoydan boshqa dushmanim yo'q. Gollandiyaga keldim. Sizlarga ikki qiz so'z qilib, sizlarni tushunish hosil qilmoqchi. Men balkim inson degan o'zgargan narsa vaqt bilan o'zgardi. Men balkim burun qilgan 60 yilga tövbe qilgan bo'lishim mumkin. Qaror fikrlarimni o'zgartgan bo'lishim mumkin. Bilishaylik, tushunish hosil qilaylik degan bo'lsa, mening umidim sizlarga tavsiyam, sizning kichik bir suhbatim bilan ko'nglinglar, ko'ksinglar etinglar. Boshqa yo'limiz yo'q chunki. Bu Sharq Turkistonda şu Ahmet, Mehmet, Samet, Furqat, Mehmet şunu bizi çıkarmasın, biz kurtuldurumuz bunu biz yani başka yerden kelmeydi adam. Onu olan kiçikten sebep tüpelini öşmenlik bilen, hata düşünüş bilen, onu mengü bir biz koymayız. Onun kolunu tutuşumuz. Bazı içindeki husumetlerini sevri kılışımız. Çok nazlı hal olsun. Abdurrahim Dövlet Efendi degandek ehtilishish. Mani hal qilib olaylik, uni o'cha sen o'toqda, men o'toqda, undan keyin buni bitirib qilaylik. Bu bek muhim. Mushu shaklda harakat qilish kerak. Hamda birsa bo'lish, hamkorlashish chuqur mustaqilligimiz uchun bo'lish kerak. Hamoqatlarcha bo'lishish uchun birlashmasligimiz kerak. Einsteinning bir so'zi bor ya, ma'rif uchun bo'lgan vaqtda qiyomat bo'ladi deb. Shunga aloqa bo'lishish uchun bo'lgan vaqtda hech nima chiqmaydi o'tirdim. Bo'lishish mustaqillik uchun bo'lish kerak. Şunu bazı dedi ya, ben dedim aradaki tebrikçilik bir hata düşünüşten bir Xitoyning o'yinlaridan bo'ldirdi. Desem birdir kopap onun kendinden siz bunda qilsangiz ham odamga eg'i tegib yursangiz bilisholmaymiz bu deyildi. Hamoqatlarcha. Boshqa amalimiz yo'q qarindoshlar. Biz birlikka kelsak, bizni birda tutib turgan bir narsa bo'lishi kerak. U bo'lsa mustaqillik. Bir yerga kelganda hech nima chiqmaydi bu yerga kelib. Turmush mushbitin bir-birimizga qarab. Ama ayette bir sual, bir maksat, bir nişan bo'lgan vaqtda ajdodimizniki qilgandek biz mi qilalaymiz? Shaxsiy manfaatni milliy manfaatning ustida tutish. Uyg'urlikning ilgisiz inakdek xohlagancha seg'ilishi. Ya bu mu shu? Diqqatimiz o'g'irlanib, irodamiz bombardimon qilingandan keyin, birlashanmagandan keyin ham bizni kutgan ig'ir, betar taqdirni nima deganda shaxsiy manfaatni milliy manfaatning ustida tutish. Biz ham meni chaqmagan Iran 1000 yil yashasin deb aralashmaymiz. Shu hozircha bo'lib ketdik biz. Mishaykalik shu. Mening 4-5 yillik qilgan tadqiqotim aeroplandagi ovozini, biz aeroplanning ovozini mikrofonga elib, bu aeroplanda qanchta motor, nima bilan motor, qanday nechilik frekansda cho'gilaydi. Biz ashni analiz qilamiz. Bir ovozini uning nerede shu vaqtda bilgilamiz. Mening bu buniki taxminim. Şu aşırı bir şey geldi. Biz azam işlerde şahsi menfaatni milliy menfaatni ustida tutish. Milliy menfaat degan ko'rolmaymiz chunki yo'q qilib etirlik. Diqqatimizni qochirib, irodamizni bombalab, unda bir narsani yo'q qilib etirlik orada. Ama bunu biz tutishimiz kerak, qayta asl kelishimiz kerak. O'yimizni o'ylash va Uyg'urlikning egisiz inakka xohlagancha sig'ilishi. Egisiz inak. Abduqodir Jaloliddin qahramon yozuvchimiz, nima shu bo'ldi bilmaymiz. Egimi chiqolmadik shu olamimizga. Urumchida o'yguchiga odamjiq. O'yguchab Hakikaten bir makale yazdı. 2004 ya 2005 yılında. Adamdaki elastiklik ve öyküçe işte. Adam belki nazlanıp hem de öyküçep kettim, klinik kettim diye şekilde. Atış katı yaylakta şunda vicdanlık bir Uygur yazgıcı var. Yusufcan Savri Şorluk deydi. O adam Abduqodir Jaloliddinning makalesiga siz öyküçep bunda qilgan bo'lsangiz, men kap ishlasidan o'ydirtirmay, yomg'ir o'tib kirdi, o'ydirdim. Qishlari shuni qishimda to'nglayman. Deb adamga ayada, siz ayada shaharda o'qamdan menimi ko'raman. Yani şu Yusufcan Savri Şorluk'taki ilgisiz inek Uygurluğu okuştu şu ilgisiz inek. Qanday bo'ldi hikoyada ilgisiz inek deydigan bir parcha maqola yozib bor edim. 2005-2006 atrofida nim bo'ldi? Bir Uyg'ur dehqonga xabar keldi. Etiz dehqonga suv qo'yib ol, sanmanchida suv kirdi erib o'stamdi. Maqolda ba'zi suv boshqa ketdilik. Unuga kelmagli. Odam ochiqda
Uyg'ur ya, turolmaydi, achchig'i bor, qani qiziq insonlar biz. Ondan keyin ketmanda yerda suvni boshlab o'zini etizib qo'ygan vaqtda dodijon shu dijonlar kelib. Sen suvni nima ishga qo'yib olsa, suv degan bizning, yer degan bizning degandan keyin bu odam dixan, ya sening suv sening biz kimlar? Biz egisiz inekmi? Kimni kelib sag'izib bo'lgan egisiz inekmi biz? Deb shu yerda hikoya boshini tandi. Biz hem global, xalqarалық biz şekilde hem lokal, hem içimizde bir egisiz inek bo'lib turibdik. İçimizde şu, Uyg'urlar falanı xizmatlarimiz yig'inglar. Bermaganda bo'lsa, xapolman men bugün deyishim kerak, qarindosh. Buni bir tartib selishimiz kerak biz. Bizni seğilsa, bir yegice seğilib sanqadagi su chiqmaydi, qancha qilib bundan keyin. Buni chuqur bir sistemaga yuzish kerak. Yig'ilgan iyonini, boshqa narsa hamma narsani bir sistemaga yuzish kerak buni. Taqdirimizning dunyodagi kuchli davlatlarning Xitoy oldida Xitoydan olgan manfaatiga bog'lanib qolishi va butun bizning taqdirimizning, tarixiy kurashlarimizning faqat inson haqlari kategorisida turib qolishi. Bu yerda shunday bir masala bor. Bizningki mustaqillik davarimiz qisqirib inson haqlari davosiga kirib turibdik. Bu ajoyib bir ahvol. Ben de o'qituvda qolgan ham desam, qilib biroz bir narsa his qildinglar, o'zinglar analiz qildinglar. Egisiz inek, qushlarga qundaq, Tayir Toliqniki Süleyman Guva degan she'rdagi, ishonmasan Süleyman Guva qushlarga bo'limiz qundaq deb to'xtaydi ya, qushlarga qundaq emas, undan battar olib ketdi hozir. Ashadam ko'ribdi shu vaqtida. Burukning bolasi cho'jalamas aqsa bo'limi tug'ilib qoldi degan deydi. Bu kimning so'zi? Xalqning so'zi. Kim deydi buni? Danliq povuchshunos, yozuvchi Uyg'ur Ahtama Umar apandininki Yaraqillardan Anirudga salam deydigan bir parça kitapçısı var, aşağıda müşrikemi deydi. Senin atan Bürküt ama sen Aksa bo'lib qalding deydi. Ama şunday olsun, Aksa bo'lib qalsak da biz, yine şu, muşu qiyinchilik turmuşlar içinde, muşu besin müşküllikler içinde tanınış bilen, diqqatimizni Xitoyga qaratish bilen, bizim iradimizga buzg'unchilik qilayotganligiga, yani loyiqali tadbir ko'rsatish bilen, biz yana şu Bürkütning balları bo'la olamiz. Biz hozir qila oladigan xizmatlar. Bu biraz jiq. Ben bir qancha o'qib o'tib ketay. Ma'naviy xizmatlar bor. Ma'naviy xizmatlarningki biz nima ish qilaymiz deb so'raysam da menga chunki nima ish qilaymiz? Biz qilayotgan ish bakchiq. Qur'on va hadisni tartishmasak nima ish qilaymiz desanglar shu. Bütün diqqatimizni 3-Cumhuriyatimizning qurilishiga qaratishimiz kerak. Buning uchun diqqat o'g'irlarga qarshi hushyor bo'lish kerak. Ashuna guruhlarga yezib, diqqatni o'g'irlab, azon bir narsa saqlab vaqtda kimlasi kerak buni. Onun bazarini qilganman. Biyoda temalarga ma'naviy sarflarni azaytish, chunki bizniki o kadar süper gücümüz yok. Bir yere toxtaydı onu. Milli menfaatimiz için yüzsüzlük, milli menfaatga vaqtda qarindosh olsun yüzsüzlük qilaydi. Mustaqillik irodamizga hujum qilayotganlarni dushman tutish va qandaq o'ng'ishsizlik bo'lishini qat'iy nazar mustaqillik irodamizdan voz kechmasligimiz, Uyg'urlikqa haqorat qiladigan, Uyg'urlarni pasif va aktiv shaklda mustaqillik irodasini voz kechirmoqchi bo'lganlarni yetim qoldirish, Xitoydan boshqa dushman izlamaslik, milliy manfaat ustida kollektiv o'ylanish, moddiy xizmatlar, Sharq Turkiston təşkilat və cəmiyyətlərinin 3-cü Cumhuriyyətimizin quruluşu üçün özara düşünüş hasil qilishi, özara əhd edişi, müstəqillik üçün bir səbəb oluşqa bütün imkanlardan tirişişi, Xitoy Kommunist Partiyası bilan hər xil şəkildə aloqa qilayotganlar bilan münasibətni üzüş, ularni yedim qaldırış, xalqdan yig'ilgan iqtisodiy yordamlarni isloh qilish, o'z ichimizning xohlagancha sig'ilishining oldini olish, buni o'ylashimiz kerak. Bu bir taqozo qilayotgan masala bu. Aktiv və üzüksüz şəkildə ishonchli iqtisod manbalarini izlash, növbətdəki xalqaro atmosferada milliy manfaatimiz üçün qandaq foydalanish haqida izlanish, tashviqot xizmatlari. Bu bek muhim. Qo'limizda bor tashviqot vositasidan foydalanib, 3-cü Cumhuriyatimizin qurilishi haqida yangi chora usul tadqiqot yoki Xitoyning yangi o'yinlarini ochib beradigan temalarni ko'p ishlash. Mustabid zolim Xitoy kompartiyasiga qarshi jihodning va qissasining ustimizga priz ekanligini ta'kidlagan diniy temalarni ko'p ishlash. Diniy olimiz, o'limalarimiz, sizning kutubxonalarimiz bekchiq. Bo'lama bizga zerikib ketgidek darajada şu sahabenin hikayelerinden bütün 1400 yıllık İslam tarihinden bizge bunu sözleşmemiz gerek yani. Şimdi vakti geldi artık. Başka yerde takmalı bunu. Hele cihatta takmalı bunu Xitoy qila. Bütün dünya qo'llaydi bizni ashuna qilsak. Xitoydan boshqa. Ikki Cumhuriyatimizning oldi keyinida unutilgan qahramonlik ish izlarini, hikoyalarini xalqimizga tanitish, milliy kimligimiz, urf-odatimizga munosabatli go'jalik filmlarni ko'plab ishlash. Diqqat berganlarga rahmat. Yaşasın Sharq Turkiston mustaqilligi.